Hozir kesamiz, yozib kesish qilamiz hozir. Issiq bo'lyapti, baylar sarg'achasi qiynaladi. Hozir shaftolilarni kesmasak muammo bo'ladi. Hozir kesmasak muammo bo'ladi. Kesish kerak bularni. Xo'p, endi yaqinroq olib ko'rsataverasiz. Bu yoqqa tomon, yo'q. Qovun agatib o'ting. Men bilgan paytda uzoq bo'lib ketdi. ko'ring, farq bor. Aha. Aka, mana uni yovoy deyapti. Qayta aka? Mana yovoyga o'xshayapti. Lekin yotib qolganga o'xshaydi. Bargi sal boshqacharoq. Balki yovoy emas. Agar hosil bersa yovoy bo'lmagan bo'ladimi shunda? Keyingi mayda bo'lib qolsa, o'sha maydaligidan, ha? kichkina mayda. Buni farqi bor sal. Bargida farqi bor-da, qarang. Bu juda kuchli kesilingan. Ko'p ishonchini olib ketganda. Endi qarang, buningiz biza daraxtni siz necha marta o'g'it berdingiz kungacha? Bir marta? Bir marta selitra soldikmi, karbamidmi? Necha yo'ldan soldingiz? Bir qism. Har biriga bir qismdan-da. Sug'orish necha marta bor? Sug'orish haftasiga bir marta sug'oramiz. 10 kunda bir deyavering. Qirli yerda bu. Qirli yerda-chi, har bir hafta 10 kunda sug'ormasangiz bormi? Yo'q, men xato demadim sug'orishingizni. Prosta yeringiz yaxshi. O'g'it vaqtida bergansiz, holat kuchli kesilgan daraxt kuchli o'sgan. Buni 25 ekkan mazidingiz, o'tgan yil ekdik-da. bu yil hosil 1 yil bo'ldi. mumkin edi. Bu yil yaxshi gullagandi. Sovuq ketdi. Sovuq bo'ladi degan kuni biz ana qildik, qaytaga har birigacha qop kiygizib chiqdik. Kelinga o'ralib chiqdik talaba. Kizyapmiz. Bu payt qorli bir yomg'irli qor birasa urdi-da. Shu onasini yemsin dedim. O'ldi, ursa ursin deb ketdim. Chunki Shuhrat Abror bitta gapni gapirgandi-da. Sovuq ursa ham keyingi yana chiqadi deganmi, nimadir degan-ku, to'g'rimi? Anaqalar kam bo'lib barglari. Lekin barglari kam bo'lmayapti bizga. Ona Yo'q, shundan keyin to'liq qo'zg'alib gullaganmidi bu? bu zo'r gulladi hammasi. Pashni bir 70-80% gullab qoldi. 30% berganda. Lekin hozir kam bo'ldi-da. Men shunga o'yladimki, ana sabzilar ekib yurardik oldin. Erkaklab ketadi-yu, bilasizmi sabzilar. O'rtasi o'zak bo'lib. Yuragim onang nemgir deyman, qora akalarga telefon qilib, "Bular qanaqa ko'cha topib berdim" deyishgan. Noqulay qorida endi bizni dinga o'rgatgan odamlar, namoz o'qishga. Demoqchimanki, ular keladi-da, "Seni bog'ing zo'r bo'lib ketibdi" deydi. Men anda ketmayman. Yo'q, bog'i 2 yoshlik holatiga zo'r. Zo'r-a? Padoya mana bir shaftoliga o'xshayapti hozir. Prosta shaftoliga o'xshayapti. Lekin o'sishi zo'r. Endi sizni hali aytganimdek, mana bu yerda ham mana qurt tushgan o'zi mana. Ko'rdinglar, mana qurt tushgan o'zi mana. Endi ko'ramiz, balki qurt bormi yo'qmi, menimcha qurt qolganiga qaraganda qurt yo'q o'xshayapti. Qurt mana shunaqa qurt tushib ketmasligi kerak shaftolilarga. O'sha bu yog'iga ko'payadi. Issiq keldi, issiq radiatsiyasi bor. Shu oshaveradi. Ya'ni o'sha hali aytganda avgust oyigacha o'sha ushab turib, kuchib Bunga ham tushib kerak emas-a? Bunga ham qurt turish kerak emas. Bo'ldi. Endi qurt tushdi, masalan, kesib tashlashimiz mumkin erta bahorda kelib. Ben olib tashlaymiz uni. Umumiy hisobda agar bunga tushdi degani, kichkina ham shoxchalarga ham tushdi degani, ya'ni gul kurtaga urib qo'yish. Telefon qilsam, "Aka o'ylanmang, men bahorda kesamiz" debdi. Yo'q, endi men buni qarangda, men bu tayyor gul kurtayam masalan. Buni ichida qaysi bir gul kurtagi bo'lsa, Mana xudo xolos mana shuni hozir bilan olamiz. Mana shu tayyor gul kurtaydi. 300 dan ham gullab yuborishi mumkin. Mana bundan ham gullab yuborish. Qurt tushib ketsa pashadan chiqaradi. Undan ko'ra mana shuning ichida shaftoli bo'ladi-da. Shunday bo'ladi-da shaftoli. 1 yoshlik shaftoli bo'ladi. Shaftoli. Keyingi yilga demak. Endi buni kesamiz, e'tibor qilib turamiz. Daraxt oldiga keldik. Birinchi qiladigan narsamiz, daraxt mana kuchli o'syapti. 2,5 metrdan oshgan уже. Endi buni qiladigan ishimiz o'rta kuchli kesamiz, ichini olib chiqamiz yengil, bo'ldi qoldiramiz. Da? Keyin ko'ramiz, bu yilga yetadi. Kelishdiki. Terim qachon bo'lgan? Taxminan terimingiz 1 oydan oshib qoldi-da, haydaga. 1 oy bo'lib qoldi, 1 oy bo'ldi. Demak, shu iyunning bir boring 5'laridami? Shunaqa. Ya'ni hali aytganimdek ikkita sinfga bo'ldik. Terimdan keyin, ya'ni ertasi terimdan keyin kesiladigan shaftoli, terimgacha kesiladigan shaftolilar. Ya'ni buningiz birinchi sinfga kiryapti. Terimdan keyin kesiladigan shaftolilar. Esingizda bo'lsa, har doim 1 yilda 2 marta kesasiz. Birinchisi shu bahorga qishki kesish, fevral, mart, ikkinchisi hosildan keyin kesib olasiz. 5 kun 10 kunlar beri bo'lishi mumkin. Ob-havo mana o'tgan yil kechdik, bu yil boqlik. Lekin qovunlarga bu yil kechina bo'ladi. Shunaqa ob-havo yer kelmaganini hisobga siz kira olmagansizda. Chunki yer yetilishi kerak. Ketay boshlaymiz mana qaranglar. Keling, olib kiring ichkariga. Mana bu yerda hozir mana buni kuchli kesilganini hisobiga men taxminan 1,5 metr qo'yib o'rib tashashgan buni. Da, shunaqa ekan. Kuchli o'sib ketgan, buni olamiz biz tegi bilan. Ikki tarafdan o'sgan. Bu yana anaqa paytda o'sadi. Avgustda suvdan sekin kamaytiramiz kelishdiki. Hozir o'zi kamaytirilibmi hozir? Yo'q, hozir kamaytirib, hozir beravering suvni. Avgust, ha? Avgustga. Buni olamiz. Ko'ryaptimi? Ko'ryaptimi? Mana. O'zini ham birga olavering, qo'shib salgan. Buni kesdik, buni ham olamiz. Buni ham kesamiz mana.
Xo'p, endi bu yerda mana kuchli o'syapti, buni olamiz. Maqsad mana kichkina shoxchalarimizni pishirib olish. Aha. Kelishdiki, siz ham keling, ko'ring. Joni yo'q bo'lib turgan narsalar. Mana bularni hammasini pishirib olish maqsadimiz. Buni mana bitta mana buni olamiz masalan. Buni masalan olishimiz mumkin. Ben bilan pishirish maqsad. Mana ko'rdinglar, ochildi. Endi buni olamiz. Buni bitta savol, mana shuni tagidan qirqish shart emasmi? Buni yopishtirib? Yo'q, bular oson bitish uchun qoldirdim. O'zlari keyin. O'ziga taqab kesganingiz yaxshiroq, chunki o'sish bo'lmaydi. Mommo yo'q o'saversin. Fevralda kelamizda. Dal cho'ptashimiz bu yerdan chiqqan shoxlarni. Mana bu hozircha mana qo'lingiz qo'yib turing. Hozircha mana o'rtasi ochildi, mana orqaroq uzoqdan ko'rsatasiz. Uzoq ochildi, endi mana buni bo'ldi, mana holat shu. Ko'rdinglar, ochildi mana. Shoxingiz kamaydi. Maqsadimiz ichkaridagi shoxlarni pishirish. Ichkaridagi va tashqariga o'tadigan shoxlarni kesishimiz. Past tomonimizda yo'lbars teri, zebra teriga o'xshab olakuli bo'lish kerak. Quyosh to'liq tanani o'rtasiga tushayotganligini ko'rsatib turadi. Daraxtingiz bitta stressga tushadi, qiynaladi, suv berib turasiz. Mana kontaktda bo'lib turasiz, tushuntirib turaman nima qilishni. Tak, mana buni ko'rildi. Mana boya holat qanaqa edi, endi holat qanaqa bo'ldi, o'zgartirdik. Suvni to'g'ri boshqaramiz, oziqani to'g'ri boshqaramiz bo'ldi. Hozir oziq berib, suvini berib, o'stirib, maksimalga olib chiqib olamiz, ushlab turamiz kelishdiki. Suvga stressga tushmasin, kanib tushmasin, qurt tushmasin. Endi o'zingizlar kesasizlar. Kim kesadi? Qayta kesib o'zi ketadi. Demak, hozir akamizga akalarga tushuntirdik holat qanaqaligini. Endi o'zlarini xudo xolasa kesishadi. Qarang, Hayit aka. Shaftolini olib borasiz. Menga qarang. Shaftolini olib borib tushuntirib kesasiz, qanaqa kesilishi kerak, nima qilinishi kerakligi, maylimi? Siz tushunganligingizni biz bilishimiz kerak. Kamoliddin aka bilishlari kerak. O'zing kesib qo'ying. Yo'q, siz kesishingiz kerak. Bering. Boshlang. Akamiz mana kesyaptilar hozir. Gapirib Kamoliddin. Hayit aka. Siz aralashmay turing. Ochish degan. Shaftolini oldiga keldik mana. Hop, keldik shaftolini oldiga. To'g'ri, nima qilamiz birinchi? Xudo xolasa ichkariga o'sgan shoxlarini olib tashlash maqsadida keldik. Bo'ldi. Gapirib, tushuntirib, tushunganligingizni bilsin hamma. Bismillah, mana xudo xolasa. Nima maqsadda o'tganingizni ham ayting, Hayit aka. Xudo xolasa mana maqsadda olayotganimiz Qattiqqa solmang, o'sha qaychada shunda yaxshi bo'ladi. o'rtasiga havo kirishi mana Quyosh nuri tushishi uchun. Quyosh nuri tushishi uchun 4ta bo'ldi. 4ta. Xudo xolasa. Ya'ni qarang, atrofdagi liderlarni bahorda kelamiz, xudo xolasa, 4ta 5 litrga o'tkazamiz, maylimi? Xo'p. Oling o'shani ham bittani. Baylar ichari sarg'ayib, daraxt bitta stressga tushadi. O'ziga qishda kesganingiz ham stressga tushadi, yozda kesganingiz ham stressga tushadi. Muammo yo'q, maylimi? Kuchli kesib olmang, lekin meva payti hech qachon kesmang daraxtlarni, kelishdiki. Kelishdi. Mevasi bor paytda. Mana xudo xolasa olib tashladik. Bo'ldi, qani qochib turing-chi. Mana Demak, mana hozir o'rtalari ochildi. To'liq, xudo xolasa. Iloji bo'lsa atrofida aylanib yurib kessangiz ham bo'ladi. Buni oling. Bitta olsangiz. Deyil oldi. Shu o'rtasidan bitta olsangiz. mana xudo xolasa. Bo'ldi, zo'r. Bo'ldi, mana hamma tomonni kesishingiz kerak. Endi siz aylanib yurib kessangiz shu to'g'ri bo'ladi. Hayt aka.